boshqalarning hayotini orzu qilmang. Chunki siz boshqalardagi zohirinigina ko'rasiz xolos. Siz umr hikoyasining faqatgina muqaddimasini o'qigansiz xolos. Ehtimol boshqalardagi siz ne'mat deb o'ylagan narsa sinov va fitnadir. Ehtimol siz shuhrat deb o'ylagan narsa tashvishdir. Ehtimol siz mol deb o'ylagan narsa to'siq va pardadir. Ehtimol siz haybat deb o'ylagan narsa qup-quruq po'stloqdir. Ehtimol siz rohat deb o'ylagan narsa xavfdir. Sizga faqatgina yaratgan siz uchun yozgan hayoti, hissiyoti va holatigina munosibdir. Unutmang. Aslida siz hammadan-da baxtlisiz.